Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun pandani xotini gapirib chiqibdi. O'sha videoni ko'ramiz. Lalito kuyi bo'l dushman. Ko'ramizmi? Ko'ramiz. Qani ketdik. Degana qora menga erimni bo'lib beryapti, to'yirlatyapti. 14-fevralga kuyi bo'l Lalito. Shunday. Ko'rdingmi? Ha, bildingmi? Ko'tin kuyi bo'l. O'zi ana shunday bo'lsa. Seni esa ering yo'q. Ko'rdingmi videoni? Hurmatli obunachilar, videoni ko'rdinglar. 200 grammlik sushini maqtanyapti, ering yo'q deb kamsityapti. Mayli, eri bo'lmasa ham yonida ukasi bor. Mana Maftun. Bu sizga. Hurmatli obunachilar, bu yog'ini Maftun o'zidan eshitamiz. Siz meni gapirib chiqing, opajonim. Sizga emas meni gapirish. Nima u? Kuyi Lalito kuyi meni yerim bor. Nima qilyapsiz? Zoti meni tanishlarim qilyapti. Zoti meni muxlislarim ko'p. Singillarim, opajonlarim ko'p. Meni sog'ay ko'mib tashagan muxlislarim ko'p. Zoti sog'ay ko'magan yigitim bor. Maylimi? Kuyi bo'linglar. Jannat singillarim, jannat. Oy sen ham kuyi bo'lgan, maylimi? Hozir pandani xotini. Zoti meni sog'ay ko'magan muxlislarim ko'p. Hurmatli obunachilar, o'zingizlar eshitdinglar. Vot, ответda biri bo'ldi. Sizga tegishli pandachani xotini hech qachon birovning orqasidan gapirib chiqmang. Eri yo'q, balobatlar. Bir kun siz ham eringiz bo'lmasligi mumkin. Hurmatli obunachilar, video yoqqan bo'lsa like, kommentni bomba qilamiz. Pandani xotiniga tashab qo'yamiz. Sog' bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Kuyi bo'linglar. Kuy bo'lsin.